Namangan viloyati bolalar kutubxonasi. Birgalikda kitob tinglaymiz. Hikoya: Jumboqli muzqaymoq. Shahloning ukasi Javohir muzqaymoqni juda ham yaxshi ko'radi. Nonushta vaqtida bolakay dadasiga: "Dadajon, muzqaymoq kuni qachon?" deb savol berdi. Dadasi quyosh charaqlab turganini ko'rib, "Bugun o'g'lim", dedi. Javohir juda suyunib ketdi. Dadasi ishdan qaytayotganida muzqaymoq olib keldi. Bolakay ularni paqqos tushira boshladi. Shahlo bir dona og'ziga solib, muzqaymoqni yeb bo'lguncha Javohir ikkitasini paqqos tushirib qo'ydi. Birozdan so'ng bitta kechki ovqatdan keyin ikkita muzqaymoq yeb tugatdi. Qolgan 2 donasini muzlatkichga olib qo'ydi. Xo'sh bolajonlar, aytingchi, Javohirning dadasi shu kuni nechta muzqaymoq olib keldi?